Assalomu alaykum, kichkintoylarim. Hozir men sizlarga Kungaboqar nomli ertagimni aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim o'tgan zamonda bir qishloqda bir ayol yashar ekan. Bu ayol juda mehnatkash, xushmuomala va mehribon ekan. Uning yuzidan nur yog'ilib turar ekan. Uning ismi ham jismidek oftoboy ekan. Ayolning bir qizi bo'lib, u umuman onasiga o'xshamas ekan. Qiz tantiq va dankasa ekan. Nuqul toshoynaga qarab, o'ziga oro berishdan charchamas ekan. Oyisi qachon unga ish buyursa, albatta biror bahona o'ylab topib, o'sha ishni qilmas ekan. Bir kuni dalada g'alla o'rimi boshlanibdi. Qishloq ayollari ham dalaga chiqishibdi. Hamma ayollar qatori Oftoboy ham qizini olib chiqibdi. Qizi har xil bahonalar qilsa ham oyisi uni arang ko'ndiribdi. Dalada ish qizg'in ekan. Erkaklar bug'doy o'rar, ayollar esa ularni to'dalab bog'lashar ekan. Yosh yigit qizlar esa ularni tashib bir joyga g'amlashar ekan. Dankasa qiz esa bir chetda saqich chaynab turaveribdi. "Qizim, sen ham yordamlashsang-chi", debdi oyisi. "Ha, kuylagim chang bo'lsinmi", debdi qizi. "Bor unda, bizga suv keltir", debdi onasi. "Voy, yo'q, hovuzga tushib ketaman", deb javob beribdi qiz. Qizning bu qilig'idan oyisi hammaning oldida juda uyalibdi va undan qattiq xafa bo'libdi. "Sen qiz bunaqada oyingni adoy tamom qilasan-ku", deyishibdi ayollar. Qiz esa hech kimning gapiga quloq solmabdi. Shu payt birdan qattiq shamol turib, hamma yerni chang-to'zon qoplabdi. Hamma changdan qochib yuz-ko'zini o'rab olibdi. Shamol to'xtab, chang-to'zon tarqalgach qarasalar, Oftoboy yo'q emish. Uni hamma yoqdan izlashibdi, lekin topa olishmabdi. "Oyingni qadriga yetmaganing uchun uni shamol olib ketgan", deyishibdi odamlar. Hurmatli bolajonlar, mana shu ertagimni davomini ertaga albatta aytib beraman. Sizga agar mana shu ertagim ma'qul bo'lgan bo'lsa, layk bosib tarqating. Albatta ertaga ko'rishamiz. Sog' bo'ling.